Ertaga ayrim hududlarda qor yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 23-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4-1 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi va kunduz 0,5 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi.